Mamlakatimizda davlat hokimiyatini xalqqa yanada yaqinlashtirish, xalq hokimiyatchiligi asoslarini kuchaytirish maqsadida yangi tahrirdagi konstitutsiyada hokimlar va mahalliy kengashlarning vakolatlari bir-biridan ajratildi. Mahalliy davlat darajasida davlat hokimiyati transformatsiyasi amalga oshirilib, tom ma'noda xalqchil tizim joriy etildi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda aholining joylardagi dolzarb muammolarini hal etish uchun chinakam xalq ovozi bo'lmish mahalliy kengashlarga keng vakolatlar berildi. Mahalliy kengashlarga hokim emas, balki deputatlar orasidan saylanadigan rais boshchilik qilishi belgilab qo'yildi. Mazkur islohotlarning mantiqiy davomi sifatida prezidentimiz tomonidan mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon imzolandi. O'z mohiyatiga ko'ra muhim siyosiy islohotlarga zamin yaratayotgan ushbu farmonda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini kuchli kengash, hisobdor va tashabbuskor hokim tamoyili asosida isloh qilishga qaratilgan qator qoidalar belgilab berildi. Boshqacha qilib aytganda, bundan buyon kengashlar va hokimliklar har biri o'z vakolati doirasidagi masalalarni mustaqil hal qilishi va bunga to'liq mas'ul bo'lishi talab etiladi. Farmonda belgilangan vazifalarning amalga oshirilishi, kengashlarni joylardagi aholi manfaatlarini himoya qilish, hal etishi lozim bo'lgan masalalarga imkon qadar tezroq yechim topish, viloyat, tuman va shahar hokimining mahalliy kengashlar oldidagi hisobdorligi, mas'uliyati va javobgarligini oshirishga, mahalliy hokimliklar darajasida davlat hokimiyatida bir-birini tiyib turuvchi mexanizmlarning samarali ishlashiga xizmat qiladi.